jamiyatda har xil qatlamdan olishga harakat qildik. Asosiy kun tartibida turgan bugungi mavzu bu dunyoqarash. Katta summa nazarda tutmasdim. Misol 15 million nima degan mesela 6 yil oldingi ibratli dunyoqarashdan hozirgi ibratli dunyoqarashning farqi bor. konkret javob beramasam kerak. Bomba yasashni biladigan kimyogar olim bor. Bomba yasashni biladigan terrorist odam bor. Ben siz o'ylagan ekanman, bilim bilan buni qarash farqi bormi? Kamroq bilimga ega bo'lgan odamga ko'proq foyda keltiradi. Chunki men o'zim ko'rgan is gazdan zaharlanib bo'lgan. Ya'ni shunaqa savol, hamma shunaqa o'zgardimi yoki kimdir o'zgarmasdan qoldi? Masalan, kitob o'qib ko'rdi, bolasiga uncha yoqmadi, film ko'rsin deb. Dunyodagi hamma pul bilimdaligini ham tushunmaydi o'zi aslida. Ilm aqli dunyoqarashi tor bo'lishsa, u aybdordir. Har bitta pedagogda o'zini pedagogik taqlidi usuli bo'ladi. Nimalar dunyoqarashning turlari bo'ladimi? Avvalambor assalomu alaykum. Hammalarni ko'rib turganidan xursandman. Tomoshabinlarga tanishtirib o'tamiz. Bugun mehmonlarimizni jamiyatda har xil qatlamdan olishga harakat qildik. Birinchisi bu ulg'ayib kelayotgan avlod, Stanford universitetini institutini birinchi kurs talabasi Madinaxon, Ilg'or texnologiyalar markazini ilmiy xodimi, stajyor tadqiqotchisi Ibrat va bizning hurmatli professorimiz Aida Abduganina, Toshkent tibbiyot akademiyasi ikkinchi son ichki kasallik protezetikasi professori. Bugungi kunda mehmonimiz. Hammaga rahmat kelgani uchun. Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi mavzuyimiz asosiy kun tartibida turgan bugungi mavzu bu dunyoqarash. Kimga ota-onasi dunyoqarashini kengaytirib deb maslahat bergan va uni qanaqa qilishni o'rgatgan. Birinchi shundan boshlaymiz. Va sizlar dunyoqarash deganda nimalarni tushunasizlar? Kimdadir qanaqadir javob tayyor bo'lsa, davatga boshlab qo'yamiz. Do'stlar, sizdan boshlaymiz. Qolisiz boshqa odamga deb turamiz. Eshitamiz. Savolni o'tkazsangiz qilmaylik. Можно? Dunyoqarashi tor bo'lgan odam bilan dunyoqarashi keng bo'lgan odamni ajrata olasizmi? Da, Eshitamiz. Nimasiga qarab ajratasan? dunyoqarashi tor bo'lgan odamni gaplari, мненияsi, например, bitta temaga qarashli мненияsi уже bilinadi, то, что низкий уровень. Pastroq darajada. Da. U qanaqa tushunsa uni pastligini? Shu gaplaringni tushuntirib berolmayotganiga dunyoqarash sababchi deb hisoblaysizmi? Da, bo'lishi mumkin. Boshqa savol berib ko'raman senga. Ukalaring bormi? Da. Dunyoqarashini kengaytirish uchun nima yordamlar bergansan unga? Men u bilan birga o'zim to'g'ri deb bilgan multiklarni ko'rishga harakat qilaman. Masalan, men o'zimni yoshligimda smeshariklar tam shunaqa bo'lgan bo'lsa, u hayotga o'rgatadi qanaqadir. Masalan, to'xtatib turib, mana ko'rdingmi, men bitta shunaqa qildi, bu bunaqa qildi, chunki bunaqa qilsa bunaqa bo'lardi deb o'shani, как сказать, mana shu temani обрабатывать qilishga harakat qilaman. Ancha yaxshilashdik, lekin to'g'ri javobga hali kelmadik. Bilim bilan dunyoqarash nima farqi bor deb o'ylaysan? Masalan, men mashina haydashni bilaman va mashina haqida dunyoqarashim keng. Bu ikki xil narsa, bir xil narsa. Masalan, meni futbol biladigan o'rtoqlarim ko'pda, juda ko'p futbol to'g'risida gaplashishadi, lekin qo'liga o'qib berib qo'ysang, futbolist bo'lmaydi. Futbol haqidagi dunyoqarashi futbolist o'ziga tor bo'lishi mumkin, lekin u futbolni juda yaxshi o'ynaydi. Bilim egasi bilan dunyoqarashi keng bo'lgan odamning farqi bor. Понятие bilan знанияmi? Yo'q, tushuncha bilan bilim emas. Tushuncha boshqa narsa. Ozgina pauza qilib turamiz. Instagramda o'zingizni yaxshi taniganim uchun siz haqingizda savol beraman. O'zing tanishtirib o'tsangiz. Da. Mulozamat ko'rinyapti. Da. Bizda tanishligimizga 7 yilcha bo'lib qolgan, 6-7 yil bo'ldi. 6 yil oldingi ibratli dunyoqarashdan hozirgi ibratli dunyoqarashning farqi bormi? Tushunadi, farqini ko'raylik. Bilim o'sishi bu o'z yo'liga. Da. Chunki bilim apparatda ham bo'lishi mumkin. Masalan, kir mashina kir yuvishni biladi. Demak, bilim bor unda. O'sha o'rgatilganda, endi u tashqaridan qaraganda bilimdek ko'rinmasligi mumkin, lekin u shu ishni qilishi bilan robot qiladi. Lekin dunyoqarash nima degani? Mana shu savollarga javob bera olmayotganimiz sababi o'z shu yerda, hamma gap o'zi dunyoqarashdan to'qnash. Eshitamiz. Dunyoqarash nima deganiga konkret javob beramasam kerak. No,
o'ylashim bo'yicha oldingi ibrat bilan hozirgi ibratni farqini aytib berishim mumkin. Mana shu muhim narsa. O'sha farqlar o'zi dunyoqarash o'sgan tushganligini ko'rsatadi. Men misol uchun oldinlari odamlarga bahoni ularni kiyimidan, ularni pulidan, ularni obro'sidan, shunga o'xshagan narsalardan berardim. Oldin bu necha yosh bo'lyapti? O'sha litsey paytida, ya'ni hozir 22 yoshda bo'ladigan bo'lsa, taxminan 16 yoshlarida, 6 yil oldinda. Menga asosan mana shu narsa muhim edi. Ya'ni kimdir bilan gaplashmoqchi bo'lsam, nima qilmoqchi bo'lsam, birinchi navbatda muhit shunaqa edi, hamma mana shu narsaga e'tibor berib Men boshqacharoq aytsamchi, masalan, odamning dunyoqarashi tor bo'lgan paytda ko'zi ko'rgan narsasini qadrlaydi. Da. Dunyoqarashi keng odam ko'zi ko'rmagan narsani ham qadrlaydi. Masalan, mehrni qadriga yetadi, e'tiborni qadriga yetadi. Dunyoqarash o'zi shunga kerak. Yoki bo'lmasam bilimni qadriga yetadi, ilmni qadriga yetadi. Kelajak to'g'risidagi xayollarni qadriga yetishi mumkin. Dunyoqarashi tor bo'lgan odam buni qila olmaydi. Shuning uchun u paytdagi dunyoqarashing tor bo'lganligi uchun sen konkret fikrlab qo'yasan, ya'ni ko'z bilan ko'radigan narsaga intilgansan. Boylikka, hashamga, shunga o'xshagan. Shunaqa desa to'g'rimi? Da, shunaqa desa to'g'ri. Hozir nima o'zgardi? Nima senga qadrli hozir? Hozir men uchun bilmi qadrli. Juda ham ko'p odamlarni bilimiga, tarbiyasiga, mehnatiga haqiqatdan mana shu narsalar men uchun qadrli. Misol uchun ko'z bilan ko'rmagan narsa. Da, ko'z bilan ko'rmaysiz. Misol uchun ba'zi odamlar shunaqa bo'ladi. Bitta ish qiladi, uni orqasida juda ham katta mehnat o'tadi. Mana shu narsani qadrlayman. Haqiqatdan hurmat qilaman. Aytmoqchisan, ya'ni ustozing bormi? Da, ustozim bor misol uchun. Yoshlar 32 da desam, lekin bizning markazdagi eng kuchli kadrlarimizdan bittasi, ya'ni ustunlaridan bittasi desak bo'ladi. Ya'ni bu yoshda bunaqangi joyga ustun bo'lib berish o'zi juda ham katta mas'uliyat, juda ham katta mehnatni talab qiladi. Men misol uchun bu narsani ular qanaqa mehnat qilib majlisiga erishgan ko'rmagan bo'lishi mumkin. Biroq o'sha mehnat o'tganini bilaman-da. Buni qanday bilasan? Qanaqa o'chirgan apparating bormi? Hozir shunga kelamiz. Tomoshabinda tushunishi uchun ochib borganingiz yaxshi-da mavzuni. Mavzuga chiqib ketgandan ko'ra. Ularni bilimidan bilsa bo'ladi. Misol uchun birinchi navbatda juda ham ko'p narsa biladilar. Har bitta muammoga deyarli yechimni biladi-da. Chunki u narsa bilim borligini, yechimi borligi isbotlaydi. Da. Ya'ni muammoga yechimi borligi, bilimi borligini, o'sha muammoga yechimi borligini, u odamning yechimi borligi bilan isbotlaydi. Muzaffar to'g'risida gaplashamiz. Ha, Muzaffar aka to'g'risida. Bu narsalarni mehnat bilan bosib o'tganlarini esa o'sha muammoga duch kelgani bilan bilsa bo'ladi-da. Ya'ni shu narsaga duch kelgan, yechgan, bilim tajribasi bor. Da, tajribasi bor. Yana bitta savol bermoqchiman. O'g'il bola uchun birinchi o'rinda turadigan narsa kasb tanlay olish. To'g'ri kasb tanlay olish u erkak kishining hayotida qilish kerak bo'lgan asosiy ishlardan bittasi. Xuddi to'g'ri ayol tanlay olish yoki to'g'ri bir do'st tanlay olishdek gap bu. Balki muhimroqdir ham. Qaysi kasb muhimroq edi senga bundan 5-6 yil oldin, hozir qaysi kasb muhimroq? Menga nima bilan bog'laysan? 5-6 yil oldin asosan pul olib keladigan kasb. Ya'ni kasbning farqi yo'q. Просто mana aql etadiganimiz, mehnat ekanimiz, qancha puldan nazarda tutasiz? Misol uchun katta summa nazarda tutmasdim. Misol 15 million oladigan bo'lsa, "Vau, mana men pikimga chiqdim" deydi. Menda chunki o'sha paytda dunyoqarashim tor bo'lgan, ya'ni mana shu narsa ehtiyojlaringni qondirishga yetadi. Ehtiyojimdan kelib chiqqan holda 15-20 million men uchun hozir ishlayotgan sohangda pul topa olmaysanmi? Hozir ishlayotgan sohamda pul topa oldingidan ko'proq topa olasanmi, kamroq? Oldingidan ko'proq. Oldingidan ko'proq. O'sha o'ylayotganimda, demak, dunyoqarashining kengayishi kattaroq sohaga o'tishga yordam berdi. Da. Lekin bu yerda nima bor? Puldan tashqari. Ya'ni faqat pul uchun kelmagansan bu sohaga. Yo'q, bu sohaga men hozirgi oldinlari boshqa dunyoqarashim boshqa narsaga yetardi. Hozir ilm bilan shug'ullanishim kerak. Haqiqatan shunaqa niyatim bor. Misol uchun yengillik qilib, o'zimdagi ilm qoldirib. Shu mendan keyin ilmli odamlar qolsin. Shogirdlarim bo'lsin. Aniqroq, imminda qaysi soha bo'yicha ishlayapsan? Hozir biotexnologiya yo'nalishida ishlayman.
aniq juda ham konkretniy deydigan bo'lsak, oqsillarning sintezi bilan. Terapevtik oqsillar bo'ladi, har xil oqsillar. Davolovchi oqsillar. Davolovchi oqsillarning sintezi bilan shug'ullanamiz. Hozir endi davolovchi oqsillarga yetib bormadimmi? Brazin degan oqsilimiz bor, o'sha shakardan 2000 barobar oshiqroq, o'shani sintezi bilan shug'ullanamiz. 1 gramm brazin 2 kilogramm shakari 2 kilogramm shakardan bilan teng bo'ladi. Ya'ni shakarda 2000 barobar shamroq bo'lgan oqsil shu ustida ishlaymiz. Buni iqtisodiy foydasi ham ko'p va sotsial ahamiyati ham katta. Odamlar uchun yetishtirish ham osonroq. O'zbekiston sharoitida fundamental ahamiyati ham katta. Chunki bizda bunaqangi ishlab chiqarish hali yo'q-da, bundoq qaraganda. Bizda endi shakar qamishi yo'q va suv mamolari bor. Bu katta muammoga ichadi. Shu sababdan bundoq qaraydigan bo'lsak, mana har bitta ehtiyojimni yopishi mumkin bo'lgan yo'nalishda ishlayapman. Demak, oldingidan ko'ra kengroq diapazonda ishlayapsiz. Shu bilan sen dunyoqarashing kengaydi deb hisoblaysan. Shunda ham hozir misol uchun dunyoqarashim keng deb hisoblayman. Hali o'sishim kerak bo'lgan joylar bor. Oldingiga nisbatan keng. Biz solishtiryapmizku, ertaga yana kengayishni to'xtatmaslikka hisoblayman. Xursandman. Yana nima deb qo'shasan? Boshqa narsa qo'shmasam kerak. Hozir o'sha oldinlari man pul uchun ishlayman deb o'yladim. Hozir esa ilm fan uchun ishlayman deb o'yladim. O'zi shunaqa tushuncha bor, biznes ikki xil bo'ladi. San pulli ketidan yuguradigan biznes bor, pul sani ketingdan yuguradigan biznes bor. Sen salohiyating shu darajaga yetgandan keyin pul o'zi qidirib keladigan darajaga chiqa olasan. Salohiyating past bo'lsa, shu pulli ketidan yugurasan, masalan 10 ta magazining bo'lsa 11tasini ochishing kerak, chunki konkurentlaring ochib qo'ysa, sani biznesing sinib ketadi. Shunga o'xshagan narsa, ya'ni doimiy ravishda kimlar bilandir kurashasan. Shunaqa narsa. Agar sani aytayotgan narsang bo'lsa, sen oldin pulli ketidan yugurmoqchi bo'lgansan. Hozir pulli ketingdan yugurtirmoqchisan. Agar moliyaviy jihatdan qarasa, yig'ir vaqt o'zida akademik rivojlanish hisobiga o'zingni. Lekin bu narsalar shuning uchun dunyoqarashda nima aloqasi bo'lsa, bilim o'zi yetadi. Bilim o'zi yetadimi? Chunki hozir ozgina bilim bilan dunyoqarash farqi to'g'risida gapiraman. Ungacha odamlar o'ylab turish uchun baribir pauza kerak. Ungacha sen gapirsang, ular javob berguncha ozgina o'zini javobini shakllantiradi. Men qisqacha o'ylamagan ekanman, bilim bilan dunyoqarash farqi bormi deb. Hozir nima deb o'ylaysan? Hozir siz aytgan misollardan keyin haqiqatan farqini sezdim. No, qanaqa farqi borligini va aniq aytib bera olmasam kerak. Masalan, faraz qil, boya o'zing bilan gaplashdim. Bomba yasashni biladigan kimyogar olim bor. Bomba yasashni biladigan terrorist odam bor. Ikkalasini dunyoqarashi har xil-ku. Lekin bilim bir xil. Kimyogar olim bilsa ham shuni hech qayerda yomonlik ishlatmaydi. Dars o'tadi odamlarga, ilm beradi, boshqa beradi. Lekin yomon niyatli odamning qo'liga tushib qolsa nima bo'ladi? Masalan, mashina haydayotgan odamlardan yaxshi niyatlisi bor, yomon niyatlisi bor masalan. Yomon niyatlisi tez haydab borib, o'zini ham boshqani ham jabrlashi mumkin. Yaxshi niyatlisi shuni ishiga borgan. Demak, bilim ikkalasida ham bor-ku. Niyat har xil. Niyat dunyoqarashdan kelib chiqadi. Shuning uchun dunyoqarash kengligi bu muhim narsa. Ruxsat bersin, mana sizga savol bermoqchi edim. Ahamiyatli tomoni, siz qanchadan beri dars o'tasiz? 2001-yil kafedraga kelgan bo'lsam, klinik xizmatdan keyin 4-yildan beri 20 yil stajingiz bor. 20 yildan beri tibbiyotimizni rivojlantirish uchun kadrlarni eshitib berishda charchayapsiz. Sizga avvalambor kattakon rahmat. Endi shunaqa savol bor menda. Dunyoqarashi har xil bo'lgan bolalarga dars o'tgansiz. Va bu darsingizga foydali, zararli tomonlari bo'lgan ularning dunyoqarashini har xilligi. Shular haqida iloji bo'lsa ozgina misollar bilan tushuntirib bersangiz, odamlar tushunishi uchun dunyoqarash nima, uni ertaga bolani sizdan berayotgan bilimingizni o'zi bilan olib ketish uchun unga nima foydasi bor va uni qanaqa qilib o'zgartirish imkoniyati bormi yo'qmi? Albatta, dunyoqarash bu ko'p narsani yechib beradigan muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qismida, odamda bir qism xususiyati. Dunyoqarash, men o'ylayman, bolani tug'ilgandan boshlab shakllanishni boshlaydi. Va dunyoqarash qanday shakllanishi bu oilaviy muhitga katta bog'liq.
va qanday ota-onadan dunyoga kelishi ham bor. Intellektual genetik nuqtai nazardan va qanday muhitda o'sib tarbiya topishigi ham bor. Mana bizga haqiqatda har xil dunyoqarashli bolalar keladi. Saytmoqchi bo'lganday nima deydi? Mana bularni ham hozir gaplarni eshitdim, niyatim shunaqa edi. Masalan, shunaqa fikrlaganman deb. Dunyoqarashi, masalan, har xil bolalar bilan ishlash ham bu o'z navbatida bir tajriba. Har bitta sizni oldingizga kelgan inson bu bizga o'qituvchi hisoblanadi. Biz o'zimizni o'qituvchi hisoblaganimiz bilan o'quvchilarimiz bizga ko'p narsani o'rgatib ketadi. Men haqiqatda shu o'z tajribamdan kelib qolgan holda aytaman, har bitta insondan bir narsani o'rganaman. Chunki u individual bitta shaxs, masalan, qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Endi dunyoqarashini kengaytirish uchun bolaga men nima qo'shimcha o'quv pedagogik jarayonida nimani qo'shimcha kirita olaman. Har bitta talabani qiziqishdan kelib chiqqan tarzda ba'zi bir paytda majburlashga ham to'g'ri keladi. Haqiqatda aytaman, ochiqini. Bittadan bir oyga kitob qo'yaman. Badiiy kitob. Mana oxirgi marta kim badiiy kitob o'qidi degan savol beraman. Keyin o'sha savol orqasida oxirgi marta o'qigan kitoblarni aytishadi, masalan, kim qanday fikrlarni aytishadi. Endi, конечно, men insho yozishga vaqtim bo'lmaydi, o'zim darsimni olmayman. Men aytaman, qisqacha shu qaysi kitobni o'qiganingiz haqida gapirib bering. Qisqacha 5 minut, 10 minut masalan. Har bitta talaba volniya bilan gapiradi. Shundan qarab ham bilib olishingiz mumkin. O'sha bitta kitobni o'qish jarayonida bitta kitobni 10 ta talaba o'qigan bo'lishi mumkin, lekin 10 xil tushunadi. O'zini dunyoqarashidan, qobiliyatidan kelib chiqqan holda. Keyin har oyda aytaman, imkon qadar mayli menda bir 9 oy tahsil oladigan bo'lsangiz, mayli 8 ta kitob o'qing. Bir kunda 15 minutdan o'qisangiz ham, bitta 15 minutdan o'qisangiz ham bir kunda nechta stranica o'qiysiz, mayli bet o'qiysiz. Shunga qarab bitta kitobga bir oyga mayli 300 ta, 400 ta betli bitta kitob tugatasiz bemalol. Masalan, 10 tadan o'qiganingizni ham. Deyman. Endi qanchasi amalga oshadi, amalga oshmaydi, bu juda qiyin darajada, lekin dunyoqarashi uchun mana shu usullarni qo'llayman. Bitta savol bor. Men rostini aytsam, umuman kutmagan edim, что tibbiyot fakultetida kitob o'qishga majbur qilishmaydi. Bu katta narsa, katta shay. Ya'ni o'zingizdan talab qilingandan tashqari qo'shimcha mas'uliyat bo'yingizga olishingiz deydi. Katta narsa bu. Masalan, ishingizda uni qilib berganda o'tgan yo'q, siz uni o'qisiz. Lekin anaqa narsa bor. Mana olaylik, maktabni 10 ta odam bitkazdi. 4 tasi qizilga bitkazdi, qolganlar ko'kka bitkazdi. Lekin hayotda foydalilik darajasiga qaragan bo'lsak, bir xil o'sha kamroq bilimga ega bo'lgan odamda ko'proq foyda keltiradi. Masalan, yaxshi o'quvchi bo'ladi, institutga ketgan taqdirda ham yoki yaxshiroq kardiolog bo'ladi. Masalan, unaqa narsa bor. Mendeleyev olimpiadasini yutgan bolalarni hech qaysi Nobel mukofoti olmagan. Ya'ni kim qanaqadir bilimni cho'qqisida bo'lsa ham, ular jamiyat Nobel mukofoti jamiyatga foydasini o'lchaydi-ku. Yaratgan narsasi jamiyatga foydali darajasini o'lchaydi. Boshqa kayfiyatdan qiladi uni. Yoki shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni kim umum bashariy ahamiyatga ega bo'lish uchun odamga dunyoqarash kerak. Nima deb o'ylaysiz, bolalarni dunyoqarashini qanaqa qilib aniqlasak bo'ladi, qanaqa qilib baholasak bo'ladi, qanaqa bilib olsak bo'ladi, shu bola ertaga to'g'ri yo'nalishda o'sadimi, noto'g'ri yo'nalishda. Chunki ayrimlarimiz yaxshi o'qiganimizni dunyoqarashimiz torligi hisobiga bu hayotda foydali bo'lmaganligimiz uchun o'zimiz xohlagan narsaga erisha olmaymiz. Biz endi, конечно, hozir qilayotgan mehnatimiz ota-onalarga, o'qituvchilarga va bolalarga ularga maslahat ko'rinishda ketsa, undan ham ma'qulroq bo'ladi. Nima deysiz? Qanaqa faktorlar bor, qanaqa momentlar bor, что именно dunyoqarashini biz aniqlab ola olamiz shunga qarab va keyin unga qarab, masalan, siz boya badiiy adabiyot dedingiz-ku, uni yaxshi o'ylayman, lekin kimgadir detektiv bergan ma'qul, kimgadir hali mana hozir menda 20 yoshli shogirdim bor, unga men bolalar adabiyotini berdim. Chunki o'zidagi kamchiliklar bor edi, shu kamchilikni topdim. Saroderni men o'qitdim-da. Именно o'sha yerdagi Hoshimjonga o'xshaydi. Birga bir o'xshaydi. Meni o'qib kel dedim, menga tushuntirib berasangiz deyapsiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa aspektlari bor? Biz qanaqa? Da, yoki masalan dunyoqarash turlari bormi? Mana umumiy yo'nalish bor-da, dunyoqarash keng, dunyoqarash tor. Qanchalik keng, qanchalik tor. Qaysi tarafga qarab kengayib ketgan, qaysi tarafga qarab torayib ketganini bilmaymiz. Lekin eng dunyoqarashi tor odamlar o'tirsangiz ham, u o'zini dunyoqarashi tor deb hisoblamaydi.
aniqlay olamiz, aniqlay olmaymiz, nima deb o'ylaysiz? Dunyoqarashi keng talabalarga mavzuni qaysi tomondan bermang, savolni masalan qaysi rakursdan savol bermang, masalan vaziyatli masala bo'ladimi yo bo'lmasam case study bo'ladimi, ba'zi bir qaysi tomondan qaramang oxirigacha yechishga harakat qiladi. Hamma ko'radi, qat'iyatliroq. Qaysi tomondan bersangiz ham rakursda savolni imkon qadar yechimini hamma tomondan yechishga harakat qiladi. Mukammal. Undan yaxshi va dunyoqarashi tor bolalar bitta tomonni ko'ra oladi faqat. Agar o'sha tomonni yecha olmasa nima qiladi? Orqaga qaytadimi? Yo'q. Yecha olmasa buni rivojlantirish kerak. U bola nima qiladi o'sha dunyoqarash tor odam sizda? Sizni praktikangizda men dunyoqarash tor odamman va men yecha olmadim. Men ko'p holatda yutqizib anaqa give up deydi-ku inglizchada, mana tan berib orqaga qaytib kimgadir ko'chirishga harakat qilaman, bahona olishga yoki yana kurashadimi deb o'ylaysiz? Endichi u har bitta odamni ruhiy psixologik immunitetiga bog'lanadi. Ba'zi bir hozir bolalar kelyapti, juda ruhiy immuniteti past. Infantillik demoqchimisiz? Beriluvchan, ozgina ikki baho olsa, sizniki to'g'ri, boshqa tomondan qarang, harakat qiling desangiz xafa bo'ladi bolalar. O'sha narsani to'g'ri qabul qilmaydi. Ba'zi bir talabalar bor, oxirigacha kurashadi. Qat'iyatli-da. Biz shuning uchun har bitta bolaga pedagog bo'lish uchun individual yondashasiz. Kimgadir masalan maktab bahosini dars jarayoniga jalb qilasiz, kimgadir qattiqroq turib dars jarayoniga jalb qilasiz. Temperament desak nima deysiz shuni? To'g'ri, temperamentga xolilik bo'lganligi uchun yoki melanxolik yoki sanguinik bo'lganligi uchun. Shu yerda bitta anaqa o'tashingga bir kelib ketmoqchiman. Hozir hammadan bir introduction kirish qilib oldik. Endi asosiy qismini gapirsak. Xo'p, fan nima deydi? Dunyoqarash to'g'risida fan nima deydi? Psixologika degan fan bor. U nima deydi? U aytibdi, odamlar atrof muhitda bo'layotgan voqealarni o'z dunyoqarashi bilan o'lchaydi. Demak, chuqurligini nima bilan o'lchaymiz? Metr bilan. Uzunligini metr bilan o'lchaymiz yoki og'irligini kilogramda o'lchaymiz. Atrofimizdagi bo'layotgan voqealarni dunyoqarash bilan o'lchayotganmiz. Mana aybim bor. Bu odam menga yuzimga yetdi. Men bundan xafa bo'lishga haqqim bor. Dunyoqarashimdan kelib chiqib minnatdor bo'lishga haqqim bor. Agar bu menga foyda keltirish maqsadida aytayotgan deb o'ylasam, minnatdor bo'laman. Hamma odam obro'yim tushiryapti desam, xafa bo'laman. Demak, o'sha voqeadan yaxshilikni qidira olish va o'sha atrofdagilar bilan faqat ijtimoiy munosabatlarni tiklash uchun dunyoqarash kengligi kerak. Demak, shu o'lchov birligi ekan. Bu lineykaga o'xshagan narsa. Men lineykam bor. Bu men qanday gap gapirdi, shu lineyka bilan o'lchab ko'raman. Menga to'g'ri kelgan razmerdami yo'q, to'g'ri kelgan razmerda. Agar bu qancha keng bo'lsa, bu gapirgan gap katta bo'lsa ham o'lcha olmayman. Agar men lineykam kichkina bo'lsa, u gapirayotgan gapni ham o'lcha olmayman. O'zimga mos kelgan joyga tiqishtirishga harakat qilaman. Masalan, shu stakanni pastdan qarayotgan bo'lsam, tepasida suv to'la bo'lsa, pastdan qaraganda suv ko'rmayotgan bo'lsa, suv yo'qligini ko'taraman. Agar kuchim aqlimga yetsa tepasiga. Demak, dunyoqarash bu o'lchov birligi. Ya'ni atrof muhitdagi voqealarni o'lchash uslubi bu dunyoqarash. Endi dunyoqarashni boyagi kengaytirish usullaridan foydalanish to'g'risida gapirayotganmiz. Siz aytgan gapingizni men juda ham qadrladim kitob o'qish masalasida. Nimagaki kitobni dunyoqarashi keng odam yozadi. Velosiped uchmoqchi bo'lsangiz, velosiped uchishni biladigan odamdan o'rganasiz. Osh pishirish o'rganmoqchi bo'lsangiz, osh pishirishni biladigan odamdan o'rganasiz. Xuddi shunaqa shashqa shaxmat suzishni ham. Dunyoqarashi keng odamdan dunyoqarashni o'rganishingiz yaxshi. Chunki ular shuni yoza olgan, kitob yoza olish uchun katta dunyoqarash kerak. No, bitta narsasi bor, boyagi aytganingiz, dunyoqarashi o'zingniki boshqacha va u yozayotgan odamniki boshqacha bo'lganligi uchun o'rtada xohlasa xohlanmasa devor bor. U professordir, akademikdir yoki katta tajribali odamdir. Sen kichkina odamsan, yoshingga to'g'ri keldi, boshqa shunga o'xshagan narsa. Endi bundan qanaqa chiqib ketsa bo'ladi? Fan nima deydi? Kitobni birga o'qish to'g'risida gapiradi. Boya aytdingiz, bolalarni boshligidan chiqish kerak. Bolam bor kitobni o'qi emas, kitobni birga o'qib, tahlil qilib, u nima demoqchi, bunda yana boshqa nima taraflari bor, masalan, shu ertak bo'lgan taqdirda shu ertakni nima momentlar bor. Yaqinda bitta kichkina voqea bo'ldi. Dunyo qarashi tor, lekin
o'ziga yarasha diniy bilimi kuchli bo'lgan odam bilan gaplashdim. O'zini shunaqa hisoblagan odam bilan. Shunaqa narsani aytdi, men bolalarga ximiyadan dars beraman. Sani ximiya ahamiyati yo'q dedi. Keyin savol berdim. Hamma narsani yaratgan Alloh nahot ximiyani yaratmagan dedi. Yaratgan. Demak, u meni ximiya emas dedi. To'g'ri. Agar ilm o'rganish farz bo'lsa, ximiyani o'rganishdan farz, chunki men o'zim ko'rdim, is gazidan zaharlanib o'lgan qancha odamlar. Ular nega zaharlanib o'lyapti? Balki fizikadan, ximiyadan bilimi sal yaxshiroq bo'lganda, ventilyatsiya boshqa to'g'riroq bo'lgan, balki shu voqealar emasmi? Shuning uchun bu yerda bilimni chuqurligi dunyoqarashni kengligi bilan baholanmas ekan. Eng katta muammolardan bittasi bizani jamiyatimizda, O'zbekistonda, men o'zim tanigan odamlar to'g'risida gapiraman. Bilimni chuqurlashtirish uchun juda ko'p pul sarflanadi. Ingliz tiliga bor, matematikaga bor, yana boshqa fanlarga bor deyiladi. Lekin ularning interpretatsiyasi yo'q, birga birikishi yo'q, tahlili yo'q, birga rivojlanishi yo'q, dunyoqarashi bir tomonlama rivojlanishib qolishi ham bor. Masalan, oddiy kichkina mayda-chuyda narsalar to'g'risida bahs munozara to'g'risida bo'lganligi to'g'risida Abdullavoniyni yaqinda nimasini o'qidim, o'sha chapoyoqda kirishgan ham, o'ng yoqda kirishgan ham deb rosa bahslashgan ekan, lekin ikkita bahslashayotgan odam ham o'zini sohasi bo'yicha bilimdon bo'lganda, bittasi dindor bo'lgan, bittasi boshqa sohadan bo'lgan. Xo'p, endi sizga qaytamiz, Madinaxon. Shuncha gapni eshitdingiz. Biz 3 ta so'y olganmiz, dunyoqarash shakllanayotgan odam sifatida sizdan. Siz nima deysiz endi shuncha narsa eshitgandan keyin? Sizda dunyoqarashingiz qanaqa edi, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va uni nima bilan kengaytira olaman deb o'ylaysiz? Malikam so'radi. Litseyga kelishdan oldin, siz bilan tanishishdan oldin. O'sha boshqa odam edim-da. То есть ochiqroq tushuntirsang. O'ylayotgan, meni zabotit qilayotgan narsalar juda ham mелкий уровень deydi. Keyin mana shu ishlagandan keyin sizam dunyoqarashingiz uchun anaqa harakat qilgansiz, anaqa kengayish uchun. O'rgangan sari sizni primerlaringizni anaqa hayot tajribalarini nazarda tutasizmi? Da, когда siz bizga ko'p narsani aytib berganlaringizda har xil hayot ssenalarini o'shani ko'rishni o'rgandim. O'shani o'ylashni va uni tushunishni va unga u haqida undan xulosa yasashni o'rgandik. Sanga shunaqa savol, hamma shunaqa o'zgardimi yoki kimlardir o'zgarmasdan qoldimi? O'zgarmasdan qolgan bor. Demak, bu o'zgarishga moyillikni qanday tushuntiramiz? Nimaga bizda ota-onalar masalan ayrim bolalarni tarbiyalayotganda qiyinchilikka duch kelmaydi, ayrimlarda duch keladi yoki o'qituvchilar qaysi o'quvchilar duch keladi, qaysi duch kelmaydi. Masalan, san dunyoqarashing shakllanishda meni ko'p mehnatim singanini hisoblamayman. Men o'rnimga boshqasi ham bu ish qila olardi deb hisoblayman. То есть nimaga bir xil o'zgaradi, bir xil o'zgarmaydimi? Metodlar ularga to'g'ri kelmaganligi uchundir. Bu yaxshi fikr. Demak, ularga moslangan metodlar yo'qligi bo'lgan. Tushunganmi? O'z ustida ishlash deydimi? Hamma ham o'z ustida ishlaydi. O'z ustida ishlash uchun odam mehnatkash bo'lishi kerak, mas'uliyatli bo'lishi kerak. Odam mas'uliyatli bo'lishi uchun ondi kuchli bo'lishi kerak, yoki o'z qo'lida bo'lishi kerak. Boshidan resurs bo'lishi kerak o'sha. Yoki qo'rqish kerak, kimlardir shunaqa. Qo'rqib qoladi yana. Окружение. Muhit. Xo'p, men boshqa faktor to'g'risida gapirmoqchiman. Agar dunyoqarashni kengaytirish uchun oldindan bolada ko'nikmalar paydo bo'lsa, yoshligidan shunga ko'nikkan bo'lsa, bu osonroq bo'ladi. Masalan, men eslayman, matematikani rivojlantirish meni o'zimga qiziq edi. Shuning uchun domlada nomerlarni, mashinalar nomerlarini qo'shib ayirib yurardim. Hech kim mendan so'ramas. Shuning uchun qanaqadir matematika o'qituvchisi yoki shunaqa hisob kitobli fan yoki shunga o'xshagan narsa chiqib qolsa oldimizda, men uni birinchi o'qib qilishga harakat qilardim. Menga bu yoqardi chunki. Boshqa narsalar qiynaladi, masalan, ingliz tili so'zlashga qiynaladi. Demak, menda shunga moslashish yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lmagan. Shuning uchun balki uydan boshlarmiz bolalarni shu moslashga kirish yoshligidan. O'zi tabiatan moslashganda bo'ladi, dunyoqarashni kengaytirish uchun, chunki ularda intellekt barobar bo'ladi. Ayrimlar yoki intellektida muammosi bor, yoki o'sha intellektida muammosi bo'lmasa ham xarakterida muammosi bor. Boyagi domla aytgandek temperamentdan kelib chiqadi. Shuning uchun menimcha shu yerda muammolar bor. Shuning uchun o'sha bolalarga ayrimlarga ta'sir qilishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Xo'p, endi yechimlar to'g'risida gaplashsak, domla aytdilar, kitob o'qishga bolalarni majburlaymiz, lekin
bilamizki, hozir kitob o'qishga majburlash juda katta mashaqqatli ish. Nimani san maslahat bergan bo'larding dunyoqarashini kengaytirishga? Qarasam, kelajakda bo'lajak onasan. Bolalaringni bilimidan tashqari dunyoqarashini ham keng bo'lishini xohlaysan. U atrofidagilardan yaxshi narsani qidirishi mumkin yoki kengroq gaplashishi mumkin, tushunishi mumkin. Masalan, ana xonadan Krüger effektini osib qo'ydimda, oddiy rasmlar masalan, ularni oldiga bormayapti ham bir xil bo'ladi. Buni tushunishga, lekin tushuntirib berishni ko'p vaqt sarflayman. Lekin yaqinda Bayer degan firma keldida, anaqa masalan, reklama shitini qo'ydi, uni oldida rasmga tushish uchun kamida 150 tacha qizcha borib rasmga tushib keldi. Demak, dunyoqarashga bog'liq bo'lgan boshqa narsalar ham bor-da. Demak, balki men qilgan ishim ne привлекательный deyapti, o'ziga jalb qilmas. Demak, qaysidir sohalarni o'zgartirish kerakdir. Masalan, men hozir yana o'zimni gapimni tugatib qo'ymoqchiman shu momentda. Dunyoqarashni kengaytiradigan narsalarimiz odamlarga qiziqarli bo'lib tuyulmaydi. Demak, bu sohaga ham ozgina reklama, ozgina PR degan narsalar kirishi kerak. Вообще o'zimiz shu anaqa videomizning sababi o'zi shu. Ya'ni bu narsani kitob qilib yozganimizda kamroq odam o'qirdi. Jim video ko'rganimizda. Xo'p, yana nimalar misol keltira olasan? Nima fikring bor? Nima qilgan bo'larding? Sen necha yoshsan hozir? 18. 18. Sen yoshingda va sendan bir yosh katta onalar ketayotgan odamlar ko'p-da hozir. Uzoq boradi 22-23 yoshgacha. Juda kam odam hozir 25-27 yoshda onalikka ketadi. Undan oldin ona bo'ladi. Ular qanaqa qilish kerak bolasini dunyoqarashini kengaytirish uchun? Birinchi vaqt, наверное, yoshiga nisbatan to'g'ri material tanlash kerak. Zo'r. Demak, bizlar materiallarni ko'paytirish kerak yoshga mos. 1 yoshlilar uchun, 2 yoshlilar uchun, 3 yoshlilar uchun, 5 yoshlilar uchun. Birinchi individualizatsiya qilish kerak to'ppa-to'g'ri. Bolasini o'zini o'rganib chiqish kerak. Qanaqa, masalan, kitob o'qib ko'rdi, bolasiga uncha yoqmadi. Film ko'rsin-da, filmdan razbor qilishni boshlasin. Muhokama qilish kerak. Muhokama bahslash to'g'risida gaplashmayapmiz, muhokama qilish kerak. Muhokama bo'lmasa, bola boshqani opponent fikrini eshitmagan bo'lsa o'smaydi. Bog'chadagi bolani dunyoqarashi kengroq bo'ladimi, uydagimi? Bog'chadagi. Sabab? Chunki u yerda anaqa muhitda ko'proq именно o'zini yoshi tengi bo'lgani uchun men ular bilan gaplashaman, siz bilan ham gaplashaman, и получается мнение ko'p almashadi. Kichkina bolaning мненияsi yo'q, fikri deyarli bo'lmaydi. Ular ota-onasi fikri bilan yashaydi. Demak, meni ota-onam, men 3 yoshli bolaman, ota-onamning fikrini oldim. Bu ham 3 yoshli bola, lekin uni ota-onasining fikri bor bunga. Yoshligimda anaqa narsa bordi, bog'chada anaqa ushib ketsa, men Bruce Lee'ni olib kelaman desa, tasman Van Damme olib kelaman. Nimaga desa, bu uyda Bruce Lee'ning kinosini ko'rgan, uyda Van Damme kinosini ko'rgan. Kasseta bo'lardi yoshligimda. Shunaqa. O'shaning uchun ko'rasan, mana oddiy elementda uydagi narsani tortib kelyapti va shunga o'xshagan narsa. Yana nima? Demak, muhit ta'sir ko'rsatadi. Muhitni o'zgartirib turishimiz kerak. Buvsinikiga bordi, 3-4 kun yashadi, ammasinikida 2-3 kun ko'rdi, xolasinikiga bordi, basketbolga bordi, voleybolga ham borib ko'rdi, futboldagilarni ko'rib ko'rdi. Demak, xilma-xilroq narsalarni ko'rish kerak bo'ladi. Yana nima deyapsan? Dunyoqarashni kengroq qilish uchun. Mana sen policy degan narsa bor-ku. Hozirgi zamonaviy maktablarda, ya'ni kim nogironligi bor odamlar uchun hammani teng bo'lish. Men yaqinda prezident qarorini ham ko'rdim. Men o'sha nogironligi bor bolalar sog'lom bolalar bilan bitta maktabda o'qiydi. Ilgari, masalan, men o'zim guvoh bo'lganman bu narsani. Nogiron bolani oldiga borganda sen bilan menga o'xshagan sog'lom odam hech narsa qila olmasdi. Salom berishni ham bilmaysan unga, yordam berishni ham bilmaysan, hol-ahvol so'rashni ham bilmaysan. Ko'rsa nogiron odam. U bilan gaplashayotganda unga achinish hissi bilan qarashing kerak. U ham shu narsalarni hammamiz dunyo qarashga bog'liq bu narsa. Dunyoni qaraysan, dunyoni shunday tushunasan sen. Masalan, kecha o'g'lim aytibdi, 4-sinf bola o'zi Chorsuda metroga tushib, uyga bekaligacha ketish kerak. Men metrodan chiqqanimda dedi, menga dedi, hech kim joy bermadi dedi, tushgan. Nega sen joy berish keraksan? O'tdi-ku, ana opa, yosh bolali, nogiron va qariyalarga joy beradi. Men yosh bolaman-ku deyapti. So'zni o'ziga moslab dunyo qarashidan kelib chiqib tushunib olganda. O'ta boshqa gap gapiryapti opa. Xuddi shunaqa dunyo qarashidan to'qnashuv bo'lganda konflikt juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, men o'qituvchi sifatida juda ko'p konflikt ustida turaman. Bolaga boshqa narsani aytasan, mana bo'lgan voqea va aytdim,
shunaqa o'qishda davom etsang o'qishga kira olmay qolishing mumkin desam u o'qisang ham o'qishga kira olmaysan deb aytdi tushundingmi? Demak bu bilimdan emas, bu so'zlarni u biladi. Men ishlatayotgan so'zlarimni u o'quvchi biladi. Ularni birlashtirilganda chiqqan ma'noni o'zicha tushunganda boshqa ma'noni yaratib qo'yadi. Mana shu dunyo qarashga bog'liq, shu muammolar to'g'risida gapiryapmiz. Shuning uchun hammasi bilan ko'rishishdan tashqari yana nima taklif qila olasan? Balki u bilan gaplashib ko'rish kerakdir. Masalan, mana shunaqa desada, keyin nimani tushunding deb so'rasa, tushungan narsani juda ko'p vaqt ketib qoladi-da. Buni shu bilan ota-onalar shug'ullanish kerak. O'qituvchilar ham shug'ullanadi, o'z fan doirasida shug'ullanadi. Lekin bizda 40 minut yoki 1 soat 20 minut vaqtimiz bor-da. Yana nima deya olasan? Ustoz balki komandni rabota qilish kerakdir. Boshqa savol beraman senga. Chet elga chiqib kelgan odam dunyosi qarashi keng bo'ladimi yo bitta joyda yashagan odam? Chet elga chiqqan. Nega? Chunki u boshqa dunyoni ko'rgan. Boshqa madaniyatni ko'rgan. Kultura. Demak, madaniyatlar bilan tanishtirish kerak. Bizda shunaqa narsa bor, ingliz tilini yoki arab tilini yoki masalan rus tilini o'rganish bor, lekin rus madaniyati, ingliz madaniyati, arab madaniyatini o'rganish kam. Ko'chirish bor. Masalan, o'sha arablarga o'xshagan qanaqadir nima kiyib olish mumkin boshiga yoki ruslarga o'xshagan masalan kostyumlarni kiyib yoki inglizlarga o'xshagan. Lekin madaniyatni o'rganish kam. Nega ular shunaqa qiladi? Bundan nima foydasi bor? Demak, birinchi ko'rib chiqqan narsamiz kitob o'qish bo'lsa, ikkinchisini muhokama qilish bo'ldi. Uchinchisi shu kitoblarni moslash inventarizatsiya kerak ekan. To'rtinchisi muhit kerak ekan. Hamma bilan har xil odamlar o'rganish. Uchinchisi har xil beshinchisi o'sha har xil madaniyatlarni o'rganish kerak ekan. Biz hozir yechim beryapmiz eshitayotgan odamlarga dunyo qarashni qanaqa kengaytirish to'g'risida. Va bu nega kerak degan savolga yana javob berib o'tamiz. Bu atrofidagi odamlarning unga gapirayotgan gapini to'g'ri tushunish uchun o'lchash uchun kerak. Qaysi ma'noda gapirayotganini har tomonlama ko'rib chiqish uchun kerak. Bo'lmasa tor narsa bilan o'lchab qo'yganda faqat cho'tini ko'radi. Masalan, men eshikni ochsam, eshik ochilgan joydagisini ko'raman. Devorni olib tashlasam, kengroq joyni ko'raman. Siz opponentingiz gapirayotgan gapini uni madaniyatidan kelib chiqib o'zingizga interpretatsiya qilasiz. Agar uni madaniyatini biladigan bo'lsangiz, misol uchun juda yaxshi. rus odam kelsa-da o'zicha gapiradigan bo'lsa, siz o'zbek bo'ladigan bo'lsangiz, boshqacha tushunishingiz mumkin. Lekin siz rus madaniyatini bilib tursangiz, ruscha interpretatsiya qilib o'zbekchada qanaqa bo'lishini tushunib olishingiz mumkin. To'g'ri. Mana masalan, arab madaniyati yoki rus yoki ingliz. Masalan, men o'zim yashagan muhitimda Qibrayda katta bo'lganmiz. Shu ko'chadamizda ruslar, tatarlar orqamizda nemis millatiga ma'lum Mark degan qo'shnimiz turardi, Arsiyaga shug'ullanardi. Bizning uyimizda tovuqxona bor edi. Ularning ham tovuqxona bor edi. Men o'zimiz tovuqxonaga kirganman. Setkali qilingan, boshqa aytaylik. Ularni kelib kirsak, tovuqxona oqlangan devor g'ishtdan qurilgan, u suvoq qilingan, oyna rom qo'yilgan va tovuqlar uchun alohida joylar qilingan, tovuqlarga joylari etajlarga qilingan. Biza buncha pul sarflamaymiz tovuqxonaga, lekin ular sarflaydi. Va ular nimagaligini tushuntirib beradi shu narsani. Va asal bilan shug'ullanadi, tovuq bilan boshqa. U shu tovuqni boqish madaniyati bor ularda. Bizda tovuqni boqish o'zimiz madaniyatimiz bor. Va bu o'rtadagi madaniyatdan bilim paydo bo'lyapti. Men undan o'rganishim oson bo'ldi. Va shu bilan asnosida shundan tashqari boshqa narsalarni tushunaman. Masalan, u odam bilan birga muloqot qilganimizdan keyin men o'zimga ko'p narsani o'rganganman. Albatta, u ham o'rgangan. U ham o'ziga yetardi. Masalan, sizda zo'r to'y bo'lganda, uylangan 6 ta 7 ta odam kelgan to'yga. Menga telefon qildi. Chiqasizlarmi? Sizlarni chaqirmoqchiman. Chaqirsam, neto'g'ri bo'lmaydimi? Sizlar vaqtinglarni olmaymanmi deyapti. Bizning madaniyatimizda to'yga chiqmasa xafa bo'ladi. Keyin men chiqsak 6 kishi o'tiribdi. Kelin bor, kuyov bor. Kuyov onasi, kelinni otasi, onasi yana bitta guvoh. Stolda dasturxon. Men uyimga anaqa bitta dona mehmon kelib qolsa ko'proq narsa bo'ladi. Masalan, amakim kelib qolsa, dasturxonda ko'proq narsa bo'ladi. Chunki uyda 6 ta narsa bo'lganda, odam bo'lganda. Keyin men aytdim, "Metod velosiped, san to'yingmi?" desam, anaqa nimadir senga noqulaymi deydi. Yo'q, hammasi joyida desam, "To'g'ri o'tir, ozgina 15-20 minutdan keyin o'tirganimizdan keyin hamma o'sha marosim chiqqan. Anaqa endi ketaversang bo'ladi." Agar senga qulay bo'lsa ketsa yoki ajrashish momenti kelib qoldi, ajrashib ketmadi. O'sha moment kelib qoldi, ozgina qo'lga chiqdi bo'ldi. Biz mahalla-ko'y aralashdik. U tushunmayapti nega aralashayotganimizni. Va biz tushunmaymiz uni. Keyin hamma joyiga tushgandan keyin u bilan gaplashganimizda u aytibdi menga, sizlarda yaxshi ekan deyapti. Mana
agar senga o'xshagan odamlar bo'lmaganda men ajrashib ketardim. Masalada hamma birga u ham o'rganyapti, men ham o'rganyapman va bu hech qanaqa konflikt yo'q. Dunyo qarashni o'rganish juda muhim narsa. Dunyo qarashni kengaytirish muhim narsa. Mana shu narsaga kela olmayotganimiz yomon. Diniy mutaassiblik degan narsa bor, ya'ni kim qaysidir bitta anaqa bir qator narsani ushlab olib, o'sha narsani faqat ko'tarib, bayroq ko'tarib yurish, ya'ni noto'g'ri yo'nalishda tushunish, o'shaning uchun menimcha dunyo qarash sabab bo'ladi. Xo'p, Mr. Ibrat, yaxshi bo'lardi 22 yoshli hayotingizdan dunyo qarashga bog'liq bo'lgan qanaqadir misollar aytsak, tomoshabinlar tushunsa ko'proq. Yoki o'zingiz qanaqa yo'ldan tutmoqchisiz? Mana hozir darsga keldingiz deb hisoblaymiz buni. Darsni hisoblasak bo'ladimi? Da, darsni hisoblasak bo'ladi. Siz nimadir o'rganib oldingiz. Da, конечно. Nimani o'zgartirmoqchisiz? Shundan gapirsak ham bo'ladi. Bu darsdan keyinmi? Bu darsdan keyin. Balki boshqa darsdan keyin. Yoki umumiy olib qaraganda. Umumiy olib qaraganda, albatta bu darsdan keyin. Bu dars bitta o'zgartiramiz lekin. Nega sizga o'zgartirish? O'zingizdan kelsa hisoblaysiz. O'zimdan kelsa deb hisoblayman. Qani? Keyinroq ochib. Ko'p odamlar uchun postoyanно dars qiladigan odamdek ko'rinishi mumkin. Kuniga Kuniga bir soat dars qilaman. Kimlar uchun ko'pdir, lekin o'zimni nuqtai nazarimdan olib qarasak, kuniga bir soat. 23 soat nima qilasan? 20 soat. Mayli 8 soat uxlading, yana 5 soat boshqa ishlamay ishlaring ketib qoldi. Men ishda ilmiy ish qilamiz, lekin uni darsda hisoblamayman-da. O'ta ko'p narsa o'rganaman, tan olish kerak. Ilmiy ish qilganda yoki ishlaganda o'zimga sohamga oid. Darsni hisoblamaysanmi yo qanoat qilmaysanmi? Qanoat qilmayman desam. Darsda hisoblamasang noto'g'ri. Mana shu yerda dunyo qarashingni kakaz mana zo'r misol keltirdim. O'zingga berayotgan bahodagi anaqa xatolarni, kamchiligi. Masalan, men ham dars o'tib kelganimdan keyin o'zimni ishladim deb hisoblashim mumkin. Lekin anta qurilishda yoki boshqa joyda ishlagan og'aynim men ishladim deb hisoblamaydi. Gapirib ketgan. Masalan, gaplashib o'tirgan qaytib kelgan deydi. Shuning uchun bu dunyo qarashdan kelib chiqadi. Boshqalarni tushuna olish uchun dunyo qarash kerak ekan. Va o'zimizni to'g'ri tushunish uchun dunyo qarash muhim ekan. Boyaga aytgan instrumentlarimizdan yana nima qo'sha olasan sen o'zingdan? Chunki ularni oxirigacha yetkazmadik. Iltimos qilamiz, biz ham ko'p turgan video ko'p turgan odamlar o'zgani izlanishni olib ketdi. O'zida dunyo qarash kattaroq bo'lgan odamlar bilan suhbatlashish juda yaxshi. Juda yaxshi. Chunki sizga siz boyagi lineykasi bo'lsa, qarang, bu lineykani bunaqaroq chizing, mana 1 sentimetr bo'ladi deb ko'rsatib berish mumkin. Siz qanchalik o'sha dunyo qarashi kengroq odam bilan gaplashadigan bo'lsangiz, siz qilayotgan ishingizni faqat ma'lumotchagina qismingiz, to'liq qismini sizga ko'rsatib berishi mumkin bo'ladi. Demak, dunyo qarashi tor bo'lgan odamlar bilan gaplashayotganligi uchun hozirgi bolalarimiz ko'pida dunyo qarashi o'ziniki ham tor. Jo'jani shunaqa anaqasi bor ekan, shu tuxumdan chiqmagan uchun dunyo shu tuxumdan iborat bo'lgan ekan. Men o'zim ham shunaqa mamlakatda bo'ldim, dars o'tib ko'rdim. Yoki o'zimizda dars o'tganda ular akademik jazolanish degan tushunchani tushunmayapti-da. Ya'ni kim pulini olib qo'ysang tushunadi. Telefonni olib qo'ysang tushunadi. Lekin bilimsiz qolayotganini tushunmaydi. Bu qiziq emas. Dunyodagi hamma pul bilimdaligini ham tushunmaydi o'zi aslida. Masalan, dunyoning eng boy odamlarini ko'rsa, hozirgi zamonda ichida na futbolist bor, na quruvchi bor. Hammasi aqlli odamlar. Elon Musk ham, Amazon direktori ham, boshqasi ham, hammasi ham aql bilan boshqaryapti butun o'zini imperiyasini. Boshqa sohalarda biz bilgan qanchalar. Bu narsani tushunishni albatta aql kerak deymiz. O'sha aqlli tarkibiy qismiga bilim bilan dunyo qarashni qo'shishimiz to'g'ri. Shuning uchun boyagi aytgan gapingda o'zidan aqlliroq odamlar bilan gaplashish kerak degan gapingni tushunaman. Hozir bizlarnikilar ko'pchiligi telefon bilan gaplashayotganligi uchun telefonga video chiqarish mana o'zimiz ham chiqaramiz. Bu narsa katta anaqa nima deyapti, kuch sarflamas ekan. Shuning uchun saralash yo'q, o'ta sortirovka yo'q. Sortirovka ya'ni kim kelayotgan materialni mana shu menga foydali, menga zararli degani yo'q. Vaqtini o'g'irlash ham bor. Shularni hammasini hisobga olganda ularni qanaqa qilib ular aqlli odam topsa bo'ladi, nima deb o'ylaysan? Sen nima qilgan bo'larding? Birinchi navbatda yoshi kattaroq odamlar bilan gaplashishni yaxshi tajribasi bor. Chunki tajribasi bo'lardi.
ikkinchi navbatda ota-onasi bor. Misol uchun o'zidagi bor bo'lgan muammolar ularga ham uchragan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Misol uchun ota-onasiga o'xshab u hozir bolasi o'g'li qanaqadir dunyoqarashi bo'yicha o'lchayotgan bo'lsa, ota-onasi ham o'sha paytda qanaqadir o'sha dunyoqarashi bo'yicha o'lchagan bo'lishi mumkin. Ikkalasin hisobga olib gapir, hozirgi ota-onalarning ko'pchiligi ish vaqti rejalanmagan. Masalan, olaylik, tadbirkor bo'lsa, qachon bo'shashini bilmaydi, lekin bolasi 7-8 soat maktabda va maktabdan tashqari vaqtda ota-onasi qolib ketishni hisob qo'yadi. Yana qo'shimcha qilsak, shuning uchun yaxshiroq bo'ladi ota-ona. Qo'shimcha boshqa yana odamlarni deysizmi? Yana odamlar. Men maslahat berardim ustozlar bilan ko'proq gaplashishni. Yaxshi, o'qituvchilar. O'qituvchilar bilan to'g'riligiga borish. To'g'riligiga borishda. Keyin misol uchun aqlli odamlar ko'proq yig'ilishi mumkin bo'lgan joylarga borish. Teatrga borsa-chi? Da, teatr ham yaxshi. Nima? Особенно teatr yaxshi bo'ladi. Spektaklga bormay qo'yganda odamda kino ko'rish uchun telefon bor. Bu spektaklni yozgan odam konkret ko'rsatib ham beradi-da. Masalan, tasavvuri tor odam o'sha kinodan oldin kitobni o'qigan tasavvur qila olmasa lekin spektaklni ko'rsin-da, keyin o'qisin, yana ham yaxshiroq tushunadi. Albatta, har qanday spektakl, har qanday kino ssenariy yozilganligi uchun qaysidir ma'noda mazmunni qisqartiradi, lekin o'sha qisqargan bo'lsa kam qismini o'zi ham beradi. Odamlar teatrga, sirkka bormay qo'ydi, odamlar muzeyga bormay qo'ydi. Va o'ylaymanki, u prosta teatrga borish emas, bir nechta odam borish. Da, muhokama qilish kerak. Katta odam ham olish kerak. Da, katta odam ham olish kerak, tajribasi bor bo'lgan. Ya'ni yoshiga yarashasiga kirish kerak. Bu odam ko'rsatib berishi mumkin bo'ladi-da, ya'ni mana shu joyda mana bunaqa deb. Boya aytilgan gap, ya'ni jamoa bo'lib ishlanadigan bo'lsa, jamoada har xil fikr paydo bo'ladi. To'g'ri. O'sha fikrlar bilan almashinish jarayonida, misol uchun o'zini fikri shakllanadi. O'zini fikri shakllanadi. Juda yaxshi. Chunki kinolar ko'rish maslahat berardim. Misol uchun har xil kinolar bor. Kinolarni ko'rib bo'ladigan bo'lsa, kinolarga misol uchun fantastika nima emas, juda ham yaxshi zamonli kinolar bor. Yo'q, endi bu narsalarni hozir rekomendatsiya qilishni fantastikani ham o'zini o'rnida bor. Bunaqa korreksiya qo'ymasligini xohlardim, chunki ikkalamiz ham bilamiz, san ham men ham kinematografiya sohasida mutaxassis emasmiz. Shuning uchun bunaqa korreksiya qilish noto'g'ri, ko'rsin kinoni. Lekin boyaga aytganimiz yoshiga yarasha 18+, 16+, 13+ bekorga zirqmagan ular. Shunga yarasha bo'lish kerak va buni boyaga aytgandek muhokama bilan ko'rish kerak. Bu yaxshiroq. Bu yana albatta konkret fikrlashni kuchaytiradi, abstrakt fikrlashni emas, yoki mavhum fikrlashni kuchaytirmaydi, dunyoqarash to'laligicha kengaytirmaydi, uni bor narsani to'ldiradi. Ya'ni kichkina dunyoqarash bo'lishi mumkin, uni to'ldiradi kino. Lekin uni kengaytirish uchun muhokama qilish kerak yoki spektaklga borsa uni asarni yana o'qish kerak. Bu kengaytirish to'g'risida gapiramiz, to'ldirish to'g'risida emas. U o'sha narsa bilan to'lib qoladi kichkina dunyoqarash. Butun dunyo shu kinodan yoki shunaqa odamlar bor, shu menimcha shu kinodagi rolga kirib ketib qoladi. Kvadrokoptermi nimadir degan narsalar chiqib ketdi masalan. O'shanga kirib ketib qoladi. Ya'ni shunchalik to'lib qoladiki, bori shu deb o'ylayman. Uni kengaytirish to'g'risida gaplashamiz. Mana ilmiy yo'nalishga kirding. Ilmiy amaliy rivojlanishing dunyoqarashga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti deb o'ylaysan? Dunyoqarashingni kengaytirish uchun dunyoqarashni kengaytirish uchun ijtimoiy narsalarni gaplashdik hozir. Pedagogik, psixologik narsalarni gaplashdik. Lekin ilmiy qismini gaplashmadik. Masalan, olimlar dunyoqarash kengmi, tormi? Keng. Lekin o'sha olimlar hammasi muzeyga bormaydi har kuni. Kerak bo'lsa hech kimga gaplashmaganlar ham bor. Shu kitobni shunaqa yozadiki, vaqti yo'qki, bechora. Lekin dunyoqarashi juda ham keng-ku. Qaysi biri tezroq ko'proq kengaytirdi san dunyoqarashingni? Ilmga kirganingmi yo kino ko'rganingmi? Ilmga kirgan. Yasha. Demak, ilm kengaydi. Ilmiy kitob. Ilmiy kitob. Fizika, kimyo, biologiya, geografiya, biokimiya, meditsina, arxitektura. Bunga sabab siz boya millatlarni o'rganish kerak deysiz. Nimani? Millat emas, madaniyatni o'rganish kerak deysiz. Ilm fanni zo'r tomoni, siz misol uchun fizikani o'qiydigan bo'lsangiz, dunyoni fizika nuqtai nazaridan ko'rishni boshlaysiz. Kimyoni o'qiydigan bo'lsangiz, kimyo nuqtai nazaridan ko'rishni boshlaysiz. Biologiya o'qiydigan bo'lsangiz, biologiya nuqtai nazaridan o'qishni boshlaysiz. Qanchalik siz ilm fanga chuqurroq kirib borarkansiz, sizda dunyoga bo'lgan fikringiz shakllanish oshib boradi. Ya'ni siz bitta narsani, bitta obyektni har xil tomonlardan ko'rishni boshlaysiz. Endi masalan, ilmda, fanda pul ko'p deymiz. Nimaga? Chunki u muammoni ko'pchiliginikini hal qilib beradi.
masalan oddiy masalan o'zing shu sohada ishlayapsan, biotexnologik nuqtai nazardan bitta yangi dori topilsa, uni shu dorini yangi dorini foydalilik darajasi globalroq bo'lsa, ya'ni global bo'lsa, globalroq demaylik, undan milliard dollar topsa bo'ladi. Lekin apteka ochib unaqa topsa bo'ladi? Yo'q. U qiyin juda. Demak, bu yerda ilm dunyoga ta'sir qilganligi uchun va sen ularni ko'proq tushunganligi uchun baynalminal deymiz, international deymiz, yoki xalqaro narsa bo'lgani uchun ularni tushunishga harakat qilganligi uchun kengayib ketadi. Bu narsa uchun qo'shilaman. Demak, boyagi hamma narsamiz bir taraf bo'lsa, ilm o'zi bir taraf. Bir o'zi shu hammasini ishini qilib beradi. Faqat albatta boyagi aytganimizdek, ilm bilan birga boyagi ijtimoiy hayotni rivojlantirib borish, olayotgan bilimingni jamiyatga foydali darajasini oshirib boradi. Rahmat senga o'taman. Ustoz, endi shunaqa narsa bor, ilm olish to'g'risida gaplashyapmiz. Maqola yozish bor. Dissertatsiyalar bor. Balki bizlarni ko'rayotgan ayrim tomoshabinlarimiz yoshroq bo'lsa bu so'zlarni tushunmas. Ular shu ilmni yaratilgan narsaga yaratilayotgan narsaning bir qismini yoki qisqacha ko'rinishini hamma ommaga taqdim qilish. Maqola yozish yoki dissertatsiya yozish yoki shunga o'xshagan narsalarni yaratishga hozirgi kunda yangi o'sib kelayotgan avlodni kuchi yetmayapti desam haqmi, nohaqmi? 100% kuchi yetmayapti deb aytish. Umuman yetmayapti, kamroq. Kamroq. Balki masalan sizni tengqurlaringizni qo'lidan keladigan maqola yozish kuchi bilan hozirgi avlodlarning qo'lidan keladigan o'sha maqolani mag'zi to'g'risida gapiryapman. Nisbatan kamaydi. Kamaydi. Shuni men dunyoqarash bilan, bilim bilan birga dunyoqarash bilan bog'layman. Chunki maqolani dunyo uchun yoziladi. U anaqa shaxsiy kundaligimiz emas, men yerda turdim, qo'limni yuvdim yoki boshqa qildim degan narsa, qaysi bitta blogga videosini ko'rdim, yerda kecha yugurganini ko'rsatdi. Bu buning uchun dunyoqarash unchalik keng bo'lishi shart emas. Bunga kerak. Nima deb o'ylaysiz, shu muammolarni yechishga yangi ilmiy xodimlarga nima maslahat bera olasiz? Siz ustoz sifatida shogird chiqargan odam sifatida bu narsalardan har kuni o'tayotgan odam sifatida. Bu menimcha yaxshi maslahat bo'lardi. Ular chunki ayrim odamlar bor, dunyoqarashini kengaytirishga muhtoj emasdi. Chunki atrofidagilar shunaqa. Masalan, olaylik, qaysidir kasb egasini atrofidagilar bilan munosabati yetarlicha o'zi bilgan narsasini qanoatlantiryapti. Lekin ilm ahli dunyoqarashi tor bo'lishsa, u aybdor-da u. Chunki masalan, kimdir maqolasini o'qiganda kuchsiz bo'lsa, bekorga vaqtini berib qo'yadi. Shuning uchun siz nima maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchidan nima deydi, shu ilmda ildizini tushunish kerak-da. Bilish kerak. Bilish kerak, bilim kerak va qiziqish kerak. Bu ilm uchun odam tug'ilishi kerak desam ham adashmayman. Ba'zi bir talabalarda ham shunaqa ko'rasiz, ko'zida o'tdi. Bir nechta adabiyotlardan o'qib kelib savollar berishadi, o'zingiz o'qib izlanishga majbur bo'lasiz shunaqa holatlarda. Voy aytmoqchi, ba'zi bir talabalarga nechta fakt keltirishingiz bilan qiziqishi bo'lmaydi. Qiziqish. Keyin motivatsiyasi. Endi mana shu motivatsiyani bolalarda mana shu ilmga bo'lgan qiziqishni nima so'ndiryapti? Hozir oson pul topish yo'llari bilan erishayotgan, yutuqlarga erishayotgan ba'zi bir kasb egalari desam noto'g'ri bo'lmaydi. Ko'pchilik shuni ko'radi-da, "Vau" deydi. O mana shuncha pul topib, shuncha momentda deydi. Mana o'zim masalan yoshlar bilan ko'proq gaplashaman. Darsdan tashqari kelib, masalan menga juda ko'p savol berishadi. "Domla, iltimos, vaqtingiz bormi shu masalada gaplashaylik?" Masalan, men nega shunaqa erkin temaga vaqt qoldiraman? Savolinglar bormi deyman dars orqasida. Kimlar nima masalada, nima mavzuda? Mayli darsdan tashqari mavzu bo'yicha ham bemalol savol berishinglar mumkin. Kuchim yetsa javob beraman, kuchim yetmasa izlanib javobini qidirib topishga harakat qilaman deyman. Chunki bizda fanimiz bu shifokorlik kasbidagi fundamental fan hisoblanadi. Propedevtika, ichki kasallik propedevtikasi, shifokor va bemor bilan orasidagi munosabat. Biz shu shifokor bo'lib yetishimiz uchun birinchi o'rinda muloqotni asosiy negizini o'zagini o'rgatishimiz kerak bolalarga. Muloqotni asosini.
qanday muloqot qilishimiz kerak, qanday. Mana shuni asosida muloqot uchun odam bilimga ega bo'lishi kerak. Ba'zi bir talabalar keladi, "Yo'q, bizga bu fan kerak emas, u fan kerak emas. Gaplashsangiz, biz shunday doktor bo'lmoqchimiz" deydi. Masalan, bu o'zagini egallaydi. Buning ichida muloqot yotadi. Muloqot uchun bola bir nechta bilim ko'nikmaga ega bo'lishi kerak gaplasha olish uchun. Birinchi o'rinda quloq solish, tinglash qobiliyati, savol berish qobiliyati, savol berishga javob bera olish qobiliyati. Yo'q, men bilmayman deganingizdan siz bilimingiz tushib qolmaydi. Masalan, shuning uchun-da time out olishimizning bilmaydiganlar ham bor. Masalan, men bilmagan narsamni hozir bilib beraman, ozgina sabr qiling deyish o'rniga bilaman noto'g'ri gapirishdan ko'ra men aytaman, vijdoninglar qiynalmasin keyin noto'g'ri gapirib. Mana shuni hozir qarab ko'rib, keyin aytaman desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Endi mana shu narsalarga qiziqishini, motivatsiyasini o'rgatish uchun har bitta pedagogda o'zini pedagogik taklid usuli bo'ladi. Mana bolalarga aytaman, repetitorga borganlaringda bir necha yil repetitor tanlagansizlar deyman. U bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Nimasiga qarab tanlagansizlar desam, to'g'risini aytaylik, buni tushuntirish metodikasiga qarab. Ba'zi bir ustozlar bor, o'rmonni aylantirib, darada aylantirib, keyin oxirgi manzilga olib keladi. Nima tushunganingizni bilmaysiz. Ba'zi bir ustozlar bor, ikkita gap bilan shu boshingizga quyib qo'yadi lo'ndasini. Shu lo'ndasini quyish uchun har bitta berayotgan bilimingizda, gapirayotgan so'zingizda ma'no, qisqa, lo'nda, keyin oxirgi nuqtasini bola ko'ra olish kerak natijasini. Natijani ko'rgan bola, har kungi natijani ko'rgan bola ertangi kun uchun motivatsiya oladi. Mana bugun men aytaman, eshikdan kirib kelganda o'zlaringga savol berib kiringlar. Bugun men nima olmoqchiman? Maqsad. Endi eshikdan chiqib ketayotganda, bugun men nima oldim? Shu 2 soatning ichida. 2 soat ichida. Bo'lmasa menga 6 soatga keladi. 6 soat ichida men chiqib ketganda har bitta boladan so'rayman. Nima olding bolam? Bugun biliming o'sdimi? Mana shu narsani rezultatni ko'rgan, natijani ko'rgan bola ertangi kun uchun qiziqib, boshqa adabiyotlarni qidirib, tengqurlari bilan kerak bo'lsa suhbat qilib, "Sen nimani o'rganding? Men o'rgandim. Sen bilasanmi? Men gapirib ber." Bo'lmasam, boshqa kerak bo'lsa, boshqa oliy ta'lim muassasasidagi talabalarda o'rtoqlari bo'lsa, "Bugun biz buni o'tdik." Nega? Chunki men mana shu narsaga jo'natgandan keyin uylaringga borib so'ranglar degan zadaniya beraman. Uylaringda deyman, ota-onangga masalan bu metodikani o'tkazib ko'ring. Ukangizda aytib ko'ring. Singiz bormi, u bilan qilib ko'ring. Xonadoshingiz bormi, u bilan. Har bitta usulda men o'ylayman, mana shu narsani natijasini bola bilib ketish kerak har kunga. Natijaga erishgan odam ertangi kunga rezultatni ko'rish kerak. Shu yerda bitta o'tashnisiylar bor. Savol asosiy qismida masalan ilmiy darajaga ega bo'lish, ilmiy unvonga ega bo'lish yoki umuman ilmda bir o'zini o'rnini ko'rmoqchi bo'lgan odamni boyagi aytgan anaqamizga qaytadigan bo'lsak, men shu videolarni tayyorlashdan oldin men bir odam bilan gaplashdik edi. Siz dedi, mana shu odamlarning videosini ko'ring dedi. Ya'ni kim video iste'mol qiling dedi. Chunki dedi, yaxshi gaplarni gapiryapsiz dedi, lekin yetkazib berish usulilar unchalik aniq emas dedi. Nima deb o'ylaysiz, agar ular ko'proq maqola o'qisa, ko'proq dissertatsiya o'qisa, bu ta'sir qiladi, ta'sir qilmaydi ularning fikrlashiga, shu soha bo'yicha o'zini bilim doirasi, chegarasi joylasida o'qishi. Albatta, ilm o'rganish uchun ko'proq maqola o'qish kerak. Chunki kitob o'qish to'g'risida gapirdik, boya maqola o'qish to'g'risida gapirmadik-da. Konferensiyalarda o'zligi qatnashish. Keyin mana shu konferensiyalarda qatnashish, ilmiy maqola o'qishning orqasida qanday oxirgi natija kutilayotganligini, ilm shu xalqqa qancha foyda olib kelishini agar aniq talaba yoki bo'lmasa ilm izlanuvchi ko'zi ko'ra olsa, ishtiyoqi oshadi. Masalan, men shu ishim bilan shuncha xalqimga foyda keltirar ekanman degan oxirgi nuqtani ko'ra olsa ko'zi, unda o'sha ishtiyoq oshadi. Demak, uning uchun foyda keltirish kerak ilm. To'ppa-to'g'ri. Men endi bu gapingizga qo'shgan holatda ruxsat bersangiz qo'shib chaqirmoqchiman. Demak, dunyo qarashni kengaytiradigan narsa boyagi aytganimizdek kommunikatsiya, kollaboratsiya, o'sha kitob o'qish yoki yangi madaniyat bilan tanishib ilm olish bo'lsa va ilm ahli bilan gaplashish muhim. Ilm ahli bilan gaplashish eng qiyin narsalardan bittasi. Boyagi aytganingiz siz juda to'g'ri ta'kid etdingiz. Bilim kerak. Uni masalan men fizikani bilmagan holatda ochib o'qiganimda oddiy darsni o'qimasam tushunmayman. Birinchi o'sha fundamental bilimni to'g'rilab olish kerak. Bu yerda eng katta kuch sarflanadi odamda va undan keyin o'sha ilm ahli yaratgan
materiallar bor. Bu patentlar bor, yangilik qilganda kashfiyotlar qilishgan bu maqolalar bor, ular yozgan tezislar bor, jurnallar bor. Ularni o'sha o'qishni boshlash kerak. Men katta maslahat bergan bo'lardim. Ota-onalarimiz bolalarimizni qiziqishiga qarab, boshqasiga qarab, osonroq shundayroq tilda shunaqa narsalar bilan ham ozgina oshno qilishsa, maktab o'qituvchilari yoki litsey, institut o'qituvchilari masalan o'zini sohasi bo'yicha qilingan o'sha 4-5 ta maqolani o'qib, shuni bitta xulosa qilib, bitta kichkina referat qilib yozib bersang, kichkina konspekt qilib bersang, chunki u 4 ta olimni fikrini ko'rdi-da. Olim bo'lish bu qiyin. U yaratgan hamma narsasini shu daftarga bitta qog'ozga yig'ib bergandan keyin uni olganingda sen undan kengroq bo'lasan-da. Mana shunaqa qilib kengaytirsa bo'ladi. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Qisqacha tushuncha bera oldikmi odamlarga? Yo yana qaysidir aspektlar qolib ketdimi qo'shimcha qiladigan? Nimani dunyoqarashning turlari bo'ladimi? Dunyoqarashning turlari bo'ladi. Agressiv, yoki bo'lmasa sotsial, yoki bo'lmasa bu yetgan akademik dunyoqarashning kengligi va torligi bo'ladi. Masalan, ayrim olimlarimiz ko'ramiz, ilmda juda ilg'or bo'lsa ham, o'zimni shunaqa o'zimizda shunaqa mamlakatlar o'qib ko'rganmiz. Boshqa sohalarda masalan no'noqroq bo'lib qoladi. O'sha sohada moslasha olmasligi mumkin. Bu ham o'sha odamning o'ziga komfort emas. Uni atrofidagilarga ham komfort emas. Masalan, kuchli olim bo'lsa-da, lekin mehmon kutishni bilmasa-da, o'sha yerda ozgina uyalib qolsa masalan. Demak, har sohada rivojlanishimiz ma'qul. Shuning uchun ilgarigi olimlarimizni hayotini o'rgansak, Ibn Sinomi, Alisher Navoiymi yoki Mirzo Ulug'bekmi yoki Al-Xorazmiymi, ular har sohani bilgan. Kam bo'lsa ham bilgan. She'r ham yozgan, musiqa ham yozgan, kelsa Qur'on tafsir qilgan, tibbiyotda o'rgangan. Ular keng dunyo, shuning uchun biz ular ensiklopedist olim deymiz. Ularning orasida qaysidir sohani, tor sohani o'rgangan olimlarimiz ham bor. Lekin ulardan ko'ra bularni ko'proq dunyo ham qadrlaydi. Albatta qilgan kashfiyotlari, qilgan yaxshiliklar orqasida. Ular bir vaqt o'zida ijtimoiy muhitda ham o'ringa ega bo'lgan. Ular bilan odamlarga gaplashish oson bo'lgan. O'sha Ibn Sinoning nimasi bor? Bozorga chiqib nimani kitobini sotib oladi, Al-Farobiyni adashmasam kitobini sotib oladi. Nimani Aristotelning kitobini, metafizikani o'qib tushunmagan bo'ladi. Bilmadim necha marta o'qiganda, 10 martami, 5 martami aniq sifrasi ko'p marta o'qigan bo'ladi, tushunmagan bo'ladi. Va o'sha kitob Al-Farobiyniki kelgan bo'ladi, o'shaki o'shani olib o'qiydilar, o'qiganlardan keyin tushunadilar. De qaytib kelib bozorchi bilan gaplashadi. Men shuni o'qib endi tushundim, men buni shuncha o'qib tushunmagan edim deb, bozorchi bilan ularning o'rtasida farq yo'q-da. Ya'ni ijtimoiy muhitda baryer qo'ymaganlar ichimga. U paytdagi olimlar nazarda tutilgan hammasini oddiy odamlargacha qolganda. U kibrlanmasligi yoki bo'lmasa o'shalarning qoidasi, o'shalarning muhiti yoki yana boshqa misol, ular Eronga borib yashagan, masalan, Beruniy G'aznaviy bilan birga o'sha adashmasam Dehlingami ketgan, Buxoriy o'sha Arabistonlarga borgan peshkum. Ularda madaniyatlar har xil-ku, lekin u yerda hech kim bilan toshbo'ron haydamagan-ku. Demak, ular bilan moslashib keta olgandi. Ular intellektual dunyoqarash bilan birga ijtimoiy dunyoqarashni ham kengaytirib borishgan. Ular faqat moslashmagan. Ular tushunib, o'rganib, o'shalarga ma'qul keladigan darajada bo'lgan. Hamma gap shu yerda. Bu juda muhim narsa bu. Bo'lmasa, masalan, uzoqqa bormaylik, juda ko'p migrantlarimiz hozir chet ellarda ishlashadi. Va Rossiya hozir qanaqadir talablar qo'yilyapti, rus tilini bilsin, rus madaniyatini bilsin, boshqa. Ha, albatta bizning hamyurtlarimiz o'z mehnati bilan pul topyapti. Lekin o'sha madaniyatlar to'qnashuv bo'lgan paytda bitta kichkina konflikt kelib qolsa, uni mana qilib ko'pirtirish uchun ularga yetarlicha sabab bor-da u yerda. Rossiya nazarda tutilgan qanaqadir munosabatlarni to'qnashuvda. Agar o'shalar madaniyatini yaxshiroq o'rganib borganda, bunaqa to'qnashuv bo'lmasdi. Fikrimni tushuntira oldim. Demak, o'shalarning oldini olish uchun juda muhim narsa bu. Xo'p, bo'lmasa, ruxsat bersangiz shu nuqtada to'xtatsak, chunki ko'radigan odamlarga ham ko'payib ketmasin. Avvalambor rahmat kelganingiz uchun domla vaqt ajratib, biz chin dildan minnatdormiz. Ibrahimjon, sizga ham rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun, 2-3 kun oldin qo'ng'irashdik. Domlangizga rahmat ruxsat berganlar uchun. Sizga ham rahmat, studentxon, kelajakda sizni ham shunaqa professor bo'lib ko'rish bizga nasib qilsin. Hammalarga rahmat, umid qilamiz, foydali bo'ldi. Katta rahmat.